shu ayrimlar o'tirsa tursa o'tirib olib kelinni orqasini kovlab kelinni yomonlayveradi-yu, bilasizlarmi? Shu yomon kelininglarni ota-onasi o'zi yemasdan yedirgan, o'zi ichmasdan ichirgan, o'zi kiymasdan kiydirgan, bolam bo'tam qilib paxtalarga o'rab katta qilgan. Tirikchilik toshdan qattiq shu bolasini o'qitgan, odam qilgan, o'qitsa palon pulli kontraktini to'lagan, ishlatsa ishxonalariga olib borib kelgan, paxtalarga o'rab katta qilib, bolam bo'tam qilib hech kimdan kam qilmagan. Kasal bo'lib qolsa kechasi bilan uxlamay bolasini tepasida o'tirib chiqqan, qizimlab. O'qishidan, ishidan charchab kelsa, bolam ovqating tayyor, yeb olaqa, ichib olaqa, tinking qurigan deydi. Paypaslab katta qiladi, ortiqcha ish buyurmaydi, bolam ekan deydi, jonidan ortiq ko'radi, qo'liga zirabcha kirsa o'sha ota-onasini yuragiga kiradi. Yalanib yolvorib sovchi bo'lib kelasizlar. Qizimdek ko'raman, bera qoling qilasizlar, qo'ymaysizlar. Sizlarga insoniylik sifatidan sizlarning so'zlaringizga, bergan yolg'on va'dalaringizga ishonadi-da, qizini beradi. Qizini uyiga olib kelib olgandan keyin sirazi maskalaringizga yechilib ketadi-da. Xizmat qilishing kerak, kelinsan, qulsan deb boshiga solmagan kunlaringlar qolmaydi. Itdek xo'rlab, yana otasini uyida yo'q bu sharoitlar deb qo'yasizlar. Da, bunaqa sharoit ota-onasini uyida yo'q, bo'lmagan ham. Unaqa xo'rlaydigan qullarning sharoiti faqat sizlarning uyinglarda bor. Kelinlarni shunaqa qul qilasizlar sizlar. Ayrimlarga tegishli.